Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana bal mı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana bal mı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Sözlerin shuncha shirin, erkatoyim yuzi oyim qizalog'im. Kulsang bunda shirin, kulgingda bol yashirin. Qani jonim, mani jonim, qizalog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im. Yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im. Dilim senga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Hey yursang agar, baxtliman kulsang agar. So'zi bolim, gul jamolim, qizalog'im. Aytgin ne tilaging, buncha go'zal ko'ylaging. Qo'zichog'im, qo'g'irchog'im, ko'zmunchog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im. Yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im. Dilim senga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im. Yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im. Dilim senga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Qo'ysam buncha shirin, sözlerin shuncha shirin, erkatoyim yuzi oyim qizalog'im. Kulsang bunda shirin, kulgingda bol yashirin. Qani jonim, mani jonim, qizalog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im. Yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im. Dilim senga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Hey birdan biri shirin bolajonlar, qizaloqlar,
Hammalarga bugungi kun xayrli bo'lsin. Bugun xonadonlarga Jajji malikamiz, go'zallar go'zali bo'lgan Ziyodaxon qizimizni 8 yoshi bilan tabriklash uchun buvijonisi, dadajonisi nomidan, ayajonisi nomidan, barcha yaqinlari, do'stlari nomidan muborakbod etamiz. Ziyodaxon qizim tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Dadingiz musofirlik yurtdi ekan, siz juda ham sog'inibdi, siz juda ham yaxshi ko'rarkan. Dadingizni oldidan sizga chiroyli sovg'a keldi. Rossiyani o'rmonidan zo'r sovg'a keldi. Kutib olamizmi? Qani hammamiz birga raqsga tushib kutib olamiz. Bugungi bayram bilan tabriklaymiz va shukrona kun sohibi bo'lgan Ziyodaxon qizimizni 8 yoshi bilan yana bir bor muborakbod etamiz. Qizim tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Chiroyli sovg'alarni kutdingizmi? Misol qarang, siz hamma buvingiz, dadajoningiz, ayajoningiz hamma yaxshi ko'rar ekan. Sizga shunaqa chiroyli sovg'alarni berishdi. Ilohim qanchalik sog' bo'lsin, dadingiz sog'-salomat yurib, bag'ringiz sog'-salomat kelsin. Endi buvijoningiz, dadajoningiz nomidan chiroyli, sog'inchli, samimiy dilso'zlarni kutamiz. Eshitamizmi? Jon qizim, kunlarim shamchirog'i, jon qizim, jonim qizim. Menga nasib aylagan nomus suv orim qizim. Mingta dardim ichra, ming quvonch porlagan. Osmonimda hilolim, yerda nahorim qizim. Boshingga egma oftobim, Allohimdan umringga shirin baxtlar tilayman. Hech ko'z yoshing ko'rmayin, faqat baxting ko'raman. Yat bo'lmas sevinga, toza bahorim qizim. Yuragimning quvonchi, qizg'aldoq yanamligim, ko'zlari tun chirog'i, qizg'aldoq dudorligim. Jamalak soch malikam, azizam, ardog'ligim, hayotimning ifori, xushbo'y rayhonim. Go'zal qizim tug'ilgan kun qutlug' bo'lsin. Sizni chiroyli sovg'alarga bergan hamma yaqinlaringizni Alloh o'zi qo'llasin. Endi hammamiz birgalikda Ziyodaxon tug'ilgan kunini tabriklash uchun buvijonimizni tilaylarga quloq solamiz. Buvijonlar kelinglar. Ziyodaxon qizim tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Umringga, dastkoriga baraka fayz bersin Xudoyim. Baxtli, omadli, ziyoli, hayoli, iboli qiz bo'lib, ota-onang seni faxr bilan ko'rib yursin, senlarni kamolingni. Xush kelibsizlar, mashqizni hurmat qilib kelganlar, hammanglar xush kelibsizlar. Yuzlarga kirgan qizim, mehmonlar sizlar ham xush kelibsizlar. Rahmat. Allohim zabr bekni ham topgan tutganlariga, dastkorlariga baraka fayz bersin. Buvalari ham, enalari ham hammasi shularni baxt kamolini, to'ylarini ko'rib, sog' salomat orzu havaslarni ko'rib yursin. Rahmat. Shu qizni xursand qilay deb kelganinglar uchun sizlarga ham rahmat. Avvalo xonadonimizga xush kelibsizlar hammanglar. Bugun mana nabiram Ziyodaxon tug'ilgan kuni ekan. Qizim iloyim baxtli, taxtli qizlardan bo'lsin, o'qimishli, iloyim el koriga yaraydigan, hamma uchun kerakli inson bo'lsin. Iloyim mana shu uylar o'zlariga qut qilsin. Zamirbek bilan Zulayxoyim ham iloyim tanjonlari sog', bolalariga bosh bo'lsin. Xonadonlarda doim to'ylar bo'lsin. Hammanglar xush kelibsizlar. Hammanglarga, kelganinglarga rahmat. Sizlarga ham. Olis manzillarda
открывает двери без ключа. Налетели как саранча, раскидался как Джеки Чан. Кто такой красавчик, кто такой молодец, мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой ути-пути, а ты что ли болеть? Ладно, тогда мы не будем, вижу ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну. Shirin qizimiz yana bir bor tabriklaymiz tug'ilgan kuni bilan va Zamirbek dadasini juda ham chiroyli yana bitta sovg'asi bor, yeb maza qiladigan shirinligimiz bor. Mana shu shirinlikni taqdim qilamiz qizimizga. Hammamiz birgalikda olqishlab, qo'shig'ini birga kuylaymiz. Ziyodaxonda ayasi bilan dadasiga rahmat aytamiz. Mana bugun hammamizni chiroyli shirinlik bilan mehmon qilishgani uchun. Endi shirinlikni qo'yib, qizni oldiga kelib olasiz singlim. Ilohim, mana shu farzandlaringizni, o'g'il qizlaringizni baxtini boshingizdan bilan birgalikda ko'ring. Allohim safarlarni bexatar qilsin. Ziyodaxonni dadasi sog' salomat kelsin. Yaxshi daromadlar bilan kelsin. Mana juda chiroyli qilib, hashamatli qilib binolar qilishdi. Ilohim mana shu uylari baxt manzili bo'lib, baxt koshonasi bo'lib o'zlariga nasib qilsin. Endi qizlarimiz uchun, o'g'illarimiz uchun yana bir salatimiz. Onajonga yaqinlab kelasiz-ya. Masjidda yangrasin o'g'lim ovozi. Shayxlarning yig'lasin bulbul navosi. Rasulun davrini eslasin zori, Nabiy sayyidiga bolam o'tqasin. Onasi bo'layin shunday ummatni. Rabbundan so'rayman qori tilbatni, Muhammaddek amin Ahmad farzandni amiral qilga o'g'lab o'xshasin. Xulqi Qur'on bo'lsin maslahatiga xos. Mo'min tilband bo'lsin nabiyimga mos. Hayotda orzuim birgina xolos, farzandim o'xshasin Rasulullohga. Ilohim farzandlaringiz qori, qoriya farzandlar bo'lsin. Murattab qorilar bo'lsin. Islom diniga xizmat qiladigan, din yo'lida sobit qadam insonlardan bo'lsin. Oliy ma'lumotli yetuk mutaxassislar bo'lib, O'zbekistonimiz rivojlanishiga, barkamoligi sari intiluvchi farzandlar bo'lsin. Mana shularning kamolini ko'ringlar birgalikda. Endi so'zni sizga beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xonadonimizga xush kelibsizlar hammalar. Sizlar shu Ziyodaxonning uzoq bo'lsin, ijtimoiy insofli, ilmli qizlardan bo'lsin, qolgan farzandlarimning hammasi ijtimoiy insofli bo'lsin. Bizga shu nimalarni tushuntirib bergan Sodiq Jo'jongizga rahmat, dadamizga rahmat. Ularga salomat ishlar.
qanday yo'lga borib qo'yaman. Quvonchlarga biz ham sherikmiz. Bugungi bayramni sizlarga ko'tarinki kayfiyatda 75 kun quvnoq ayollar jamoasi birga bo'lyapmiz. Hamisha yaxshi kunlarda birgalikda havas bo'lib, birgalikda ko'rish nasib qilsin. Endi yana qizlarimiz vaqtida taklif qilamiz. Yoki dinozavr to'g'risida. O'rtoqlardan bitta chiroyli tabriklashamiz hammalardan. Takrorlanmas eng chiroyli tabriklashamiz. Muqaddasga birinchi boshlab beradi. Ziyoda tug'ilgan kuning bilan. She'r aytib. Bilasanmi, maktabda she'r yodlayapsizlarmi? Bilasan, mayli ona haqidami, qanaqa bo'lsa, vatan haqida bo'lsa ham bo'ladi. Bayramlarga qanaqa she'r yodladingiz? A'lo chiqsanmi? She'r bilganlar aytsin. Özüm sultan sen tahtı Süleyman'ım yalnızım egonem sen topilgan kashonem sen o'zinglar ulug'lardan ulug'im sana. Ziyoda tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Ayt boshqatdan. Ziyoda opa, ayt. Juda yaxshi. Men nechun sevaman O'zbekistonni, biroq ko'zing aylab. Qadamizda o'tgan liboslaring yashay ko'rgan havas O'zbekiston askari. Barakalloh. Katta rahmat. Juda ham chiroyli tabriklar. Biz ham qo'shilamiz. Demak, vatanimizda hammalar yaxshi ko'rsa ekan-a? Vatanimizning poytaxti qaysi shahar? Qaysi shahar vatanimiz poytaxti? Yo'q. Respublikamiz O'zbekiston-a? Vatanimiz poytaxti qaysi shahar? Toshkent shahri. Bizning prezidentimiz kim bo'lgan? Shavkat Mirziyoyev. Ularni chiroyli siyosatlarini, odilona boshqarayotgan davlatdagi chiroyli siyosatlarni hammamiz qo'llab-quvvatlab, ularga munosib qadam qo'shishimiz kerak. Bizga chiroyli yaratilayotgan sharoitlarga labbay deb chiroyli a'lo baholarimiz bilan javob berishimiz kerak. Bolajonlar, hammamiz yaxshi ko'ramiz bobomizni? O'zbekistonimizni yaxshi ko'ramizmi? Ziyoda qizimizni-chi? O'rtog'imizni yaxshi ko'ramiz. Qanday bir ovozni ko'rayotganimizmi? Endi Ziyoda ham o'zi ham dadasiga musofirlardan ana shu farzandlarini chiroyli ta'lim tarbiyasiga, chiroyli parvarishlarga mablag'lar ajratib, chiroyli duolar bilan mehnat qilayotgan buvijonimiz Xolqon buvijonimizga ham minnatdorchilik bildiramiz va qizimizdan ham minnatdorchilik so'zlarini eshitamiz. Dadajon, Sovg'alar uchun rahmat. sovg'alar uchun Qattiq aytamiz. Sovg'alar uchun rahmat. Asalni endi mazza qilib raqs tushlar. Hammamiz. Enjoy,
Chingirating. Yana bir bor tabriklaymiz. Endi shunaqa chiroyli sovg'alarni ravo ko'rgan bu jon dadajonimizga minnatdorchilik bildiramiz va bu jonlar kimlar duo qilib qo'yasizlar? So'nggi so'z o'rnida. Tinch omonligini bersin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Ziyodaxonda umri uzoq, rizqi ulug' qiz bo'lsin. Hayotda o'zini o'rnini topadigan, hayolik, ibolik, ziyolik, insof, imonli qiz bo'lsin. Ota-onalari bu qizning kamolini faxr bilan ko'rishsin. Ota-onasi ham qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Buvisi bilan oppoq dadalariga ham Xudo umrlariga fayzi baraka bersin. Shularni mashinchalik qilib olib yurgani uchun ularga ham katta rahmat, sizlarga ham rahmat. Masjidga kelib shu qizni quvonchiga sherik bo'lganlarni ham hammasini umri uzoq, rizqi ulug' bo'lib yuzlarga kirsin. Ona qizimizni ham umrini uzun qilsin, rizqini ulug' qilsin. Shunchalik anaqa fayzi baraka kirgizdi shu kichkina nimamizga. Yuzlarga kiring qizim. Men o'g'lim ham doim shunaqa odamlarning yaxshi kunlariga guvoh bo'lib yuringlar. Boshinglar to'ylardan chiqmasin. Hammanglar niyat maqsadinglarga yetinglar. Rahmat sizga. Sizlarga shukr qilaman.